tikilgan balonni, yamalgan balonni boshqa qilib bo'lmaydi degan odamlar uchun mana shu videoni olaman. Alloh nasib qilsa, o'ziga ko'ra ishonch hosil qilishadi, xudo xolasa. Bu oldin tikib yamashgan ekan, vaqt soati kelgan, qo'l borgan. Yirtiq ahvoli tikib yamashgan. Endi hech narsa yo'q deganda bular ekan qo'yib yuborgan. Taraflarni olsa, iplarni chiqarib chaqlashgan ekan, oldingi chaqlagan odamlar. Baraka topsin, xudo xolasa ana shu mashinaga betaraf. Alloh nasib qilsa obzorini noldan qilib berishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha yo'q. Balonni sassenasi zo'r, treshchenasi yo'q. Qurib qolmagan, hali yurib beradi. Alloh nasib qilsa biz imminni mana shu hozir issiq paytda, issiq kunlarda ham yuradigan qilib, cho'tka qilib yama beramiz, xudo xolasa. Video yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Balonimizni tikib tayyor qilib oldik. O'zini eski holatdan tikdik, sassenasi yaxshi turgani uchun agar bir oy tortib yetilib ketganda sal orasini ochib tikardik. Xudo xolasa sassenasi zo'r. Alloh nasib qilsa cho'tka qilib bitiraveramiz. İçini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ichki qavatda xudo xolasa mashina qilib chiqarib beraman, Alloh nasib qilsa. Rasxod qilgan aka ham pullariga achinmay, og'rimay mazaq haydaylar, xudo xolasa. Xudo xolasa tikib bo'ldik, pechkaga bosib, Alloh nasib qilsa sterilizini yopishtirib olsak, keyin latkalarni yopishtirib bitiraveramiz. Pechkaga bosib oldik, mana bir 20 minutga qo'ydik. 20 minutdan keyin yechib olinadi, tepasini ham, tegini ham. Xudo xolasa 20 minutdan keyin balonimiz tayyor bo'ladi. Xolasa balonimizni mana pechkadan yechdik, Alloh nasib qilsa. O'zingizlar ko'rib bitta bahosini berasizlar, xudo xolasa. Ko'ngilgidagidan ham yaxshiroq chiqibdi, Alloh chiqibdi, Alloh nasib qilsa. İçlerini ko'rsatib o'taman. Ichida ko'rgan bo'lsanglar, ip chiqayotgan edi. Hammasini yopib cho'tka qilib bo'shlik qildim. Alloh nasib qilsa uyaltirib qo'ymaydigan bo'ldi, xudo xolasa. Mana shunaqa bo'lmaydi degan ustalarga yoki bu balon bo'lmaydi, tashlab yuboraman endi degan odamlarga video jo'natib qo'yasizlar, xudo xolasa. Balonni inson yaratgandek, inson mana shu balonni eplab yamoqlaydi. İnson odam zot qo'lida hamma narsa. Chunki balonni odam zot o'ylab topib, o'zi ixtiro qilib yaratganda. Shuning uchun biz ham xudo xolasa davomchilari bo'lib, xudo xolasa balon o'ylab topa olmasak ham, o'ylab topib cho'tka qilib yamab bera olaman, xudo xolasa. Balon tegmasa, nima muammoyli bo'lsa, aloqa etsanglar, xudo xolasa hammasini ashuna bartaraf qilib beraman, xudo xolasa. Videoim yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi videolar chiqadi. Iloji bo'lsa tarqatib qo'ysanglar, ko'p insonlarga foydasi tegadi, ko'p insonga yetib boradi. Kimlardir tashlab ketadi balonni, kimlardir bo'lmaydi, uyga olib borib qo'ygan bo'ladi. Ana shunaqa joylariga bu video asqotib qoladi deb o'ylayman. Xudo xolasa. Keyingi videolarim bundan ham zo'r, bundan ham yaxshiroq qilib chiqarishga harakat qilaman. Alloh nasib qilsa sizlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz sizlardan chiqmasa bo'ldi. Boringlarga shukr qilaman.